2026 Chevrolet Damas qaytdi va u avvalgidan ancha zamonaviyroq. Damas o'z tarixini hali 90 yillardan boshlagan, lekin 2026 yilgi versiya ko'rinishi, saloni va tejamkorligi bilan butunlay yangicha. Old faralar yangilangan, orqa LED chiroqlar aniqroq, kuzov esa kuchaytirilgan. Salon minimalist, lekin qulayroq, raqamli indikatorlar, yumshatilgan o'rindiqlar, shovqinga qarshi izolyatsiya va yaxshilangan havo oqimi har kuni yo'l yuruvchilar uchun qulaylik yaratadi. Damasning eng katta ustuni. Narxi va tejamkorligi. Suzuki Every yoki boshqa mikrovenlarga qaraganda arzonroq, ixchamroq va shahar ichida juda manevrli. Tor ko'chalarda, avtoturargohlarda yoki bozorlarda harakat qilish oson. Yangi oq butun 8 litrli yangilangan dvigatel 12-15 yoqilgi tejaydi. Quvvat katta emas, lekin xizmat arzon, ishlashi ishonchli va kundalik tashish uchun aynan kerakli darajada. Osma tizimi yumshoqroq, rul boshqaruvi esa yengil. 2026 Chevrolet Damas qaytdi va u avvalgidan ancha zamonaviyroq. Damas o'z tarixini hali 90 yillardan boshlagan, lekin 2026 yilgi versiya ko'rinishi, saloni va tejamkorligi bilan butunlay yangicha. Old faralar yangilangan, orqa LED chiroqlar aniqroq, kuzov esa kuchaytirilgan. Salon minimalist, lekin qulayroq, raqamli indikatorlar, yumshatilgan o'rindiqlar, shovqinga qarshi izolyatsiya va yaxshilangan havo oqimi har kuni yo'l yuruvchilar uchun qulaylik yaratadi. Damasning eng katta ustuni. Narxi va tejamkorligi. Suzuki Every yoki boshqa mikrovenlarga qaraganda arzonroq, ixchamroq va shahar ichida juda manevrli. Tor ko'chalarda, avtoturargohlarda yoki bozorlarda harakat qilish oson. Yangi oq butun 8 litrli yangilangan dvigatel 12-15 yoqilgi tejaydi. Quvvat katta emas, lekin xizmat arzon, ishlashi ishonchli va kundalik tashish uchun aynan kerakli darajada. Osma tizimi yumshoqroq, rul boshqaruvi esa yengil.